haqiqiy ummat, haqiqiy mu'min, musulmon qanday bo'ladi degan savolimizga Alloh taolo aytadiki, o'zlari shunaqangi ular o'zlari muhtoj bo'la turib deydi. O'zlaridan boshqalarni ustun qo'yadi. Mendan ham kambag'alroq bor. Mendan ham muhtojroq odam bor. O'shalarga qilaylik deydi. Kimki o'z nafsini baxillikdan saqlana olsa, bas deydi Parvardigor olam, ana o'shalar oxiratda najot topuvchilardir. Hamma o'zini dunyo hayotida birovdan kam deb biladi. Aksar inson, aksar bandalar, aksar insonlar o'zini birovdan kam biladi. Yo'q, biz orqamizga ibrat nazari bilan qaramoqligimiz kerak. Bizdan ham kam bor. Bizdan ham imkoniyati cheklanganlar bor. Bizdan ham sog'ligi battarlar bor. Bizdan ham kuni yomon o'tayotganlar bor.